qilyapti? Mazok olib ko'rishdimi, PCR oldimi, nima dedi? Qanaqa infeksiya ekan? Shunday o'zimizda Toshkentga Uralskiy center. Qara shu qanaqa infeksiya dedi? Qanaqa infeksiya bo'ladi? Ureoplazma, xlamidiya, mikoplazma, gonoreya, Xlamidiya plus gonoreya. Ha, to'g'ri, qarang, bu yerda bunday holatda men sizni tushundim. Bizda bunaqa kasallar ko'p. Xlamidiyali infeksiya haqiqatda ham tuxumdagi bo'lgan yallig'lanishga olib keladi, tuxumda moyak ortig'i. Ayniqsa xlamidiya olib keladi. Agar o'sha to'g'ri olingan bo'lsa, doktorlar sizga hozir mana davolabdi. Bu muammoni tushuntirish uchun qarang, mana bu sizni CD go'ringiz, ko'ryapsizmi? Mana. Ko'rinyaptimi? Mana shu CD yo'lda jinsiy yo'lda, вот jinsi вот там если видно, вот здесь у вас попала инфекция сюда, в уретру, да? Uretraga jinsiy yuqumli kasallik yuqqandan keyin bu yerda bu hamma bizni territoriyada urologический, ya'ni bu tuxumimizga kelib bitta limfa, qon orqali bu tuxumni moyak ortig'iga ham o'tib ketishligi mumkin. Lekin xlamidiyali infeksiya, gonokok bu infeksiya yiring oqadida